Multi-levelda writing essaylaringiz sun'iy intellekt tomonidan tekshiriladi. Yoki barcha skilllardan sizning javoblaringiz qanday tekshiriladi? Kimlar tomonidan tekshiriladi? Hozir haqida. Let's go. Xo'p, birinchi o'rinda listening reading javoblar varaqangiz to'liq kompyuter tomonidan avtomatlashtirilgan tizimda tekshiriladi. Bunda siz kiritgan variantni kompyuter o'zida mavjud bo'lgan to'g'ri javob bilan taqqoslash orqali 100% to'g'ri tekshiradi va baholaydi. Bunda hech qanaqa adashilmovchilik yoki xatolik bo'lishi mumkin emas. Siz yozgan essaylar yoki speaking performances hech qanaqa sun'iy intellekt ChatGPT tomonidan tekshirilib baholanmaydi. Ularni 100% C1 olgan va maxsus tayyorlov kursidan o'tkazilgan o'zbek ekzaminerlar tekshirib baholaydi. Writing va speakingdan yuqori ball olishingiz uchun ekzaminer sizdan nimani xohlashini va ular qaysi baholash mezoniga qarab sizning ishlaringizni tekshiruvdan o'tkazishini yaxshilab bilib olishingiz kerak. Bu uchun men sizga rasmiy baholash mezonlarini tashlab berish mumkin. Ularni olish uchun menga obuna bo'lib, kommentda exam so'zini yozib qoldiring. See you at the top.